Ular uzoq kutishgan jannatga kirishligini. Qiyomat juda uzoq bo'lgan. Hisob kitob uzoq bo'lgan. Issiqda qolishgan. Unday bo'lgan, bunday bo'lgan. Jannatni eshigiga borishsa eshik ochilmaydi. Odam alayhissalomning yoniga borishadi. Ey odam, siz otamizsiz. Alloh taolo qo'li bilan yaratgan. Jannatda yashagansiz, so'ngra pastga tushgansiz. Eshikni ochishlikka o'rtaga turing, o'rtakashlik, shafaat qiling deganda yuborib payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga kelishadi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam ikkala orasi 80 yillik masofaga teng bo'lgan jannatning eshigini Alloh subhanahu va taolodan ruxsat so'rab ochar ekan. Bir tasavvur qilsangiz bo'ladi shu jannatning eshigini ochilishligini. Savol bo'ladi shu yerda. Odamlar to'planib borib, shu jannatning eshigi 80 yillik masofa bo'lsa bittasini kattaligi. Biz shu odamlarning ichida bormizmikin, yo'qmizmikin? Shu odamlarning ichida biz bormizmi, yo'qmizmi? Ana bu savol eng muhim savol. Ibodatda, duoda va yaxshi gumonda bo'lsak, inshaalloh o'sha insonlar o'rtasida bo'lamiz.